Siz nima onaxon? Firdevsa. Aha. Nimaga chiqdingiz paxtaga? Paxtagami umraga boraman deb chiqdim. Hanna bo'lsam o'zim peshona ter qilib borib, sizlarni nimalaringga borib kelay dedim, davralaringda. Charchab qolmayapsizmi bu paxtaga? Men bir chiqqanim yo'q. Baytga chiqqanim uyalar edim, böyle joyga borar edim. Bir jindi charchab qoldim, baytga chiqdim. Chiqarammikan, yo'qmikan deb 4-5tasdan so'roqladim. Chiqaversin debdi. Chiqdim. Siz charchab qolmang, bundaqa paxtada qiynalmang, bundaqa chiqib. Menga qarang, men qiynalmayman. O'zim peshona ter qilib, o'zim boraman shaqa. Iloyim. Xudo xolasa. Niyatingizga yeting. Xudo xolasa. Boraman. Boraybisan, yo'l yurag'ay, ketaybisan, ko'z urag'ay. Chaqirib bering, uyga borimda o'tibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimi? O'zlari, voy bular Toshkentdan kelibdi-yu. Ustuna chiqyapti, ona. Siz ham turing. Hey, meni qarang, endi dala ustilamda kelib. Yo'q, chiroylisiz. Kecha qarang. U ham nima qilyapti? Chiqyapti? Chiqyapti. Bordingizmi kecha mana? Kecha ham bordim, siz bormadingizmi? Men voy arqamda bir o'tirsa, yana xon deb ketaveribman. Bir traktorda balonni teshib qoldi. Bir marta tortib, bir ko'targanim yo'q, barini dam qilib chiqdi. Zo'r joy ekan. Borasizmi bugun? Ertamatanda? Obeddan. Ha. Voy o'lganim, selda boribman, ilmonay debman. Kechiring. Nimalarim ochiqmi? Ha, borib chiq. Hey, men bugun bora olmayman, ha? Ayam больницаga chiqibdi. Yo'q, hoy, so'mkamni ber. Mayda qo'yaman-da. Hey, bo'pti, yaxshi vaqtinglar. Radaxon, so'rab qo'ying. Ha, bo'pti, xudo xolasa. Xo'jayinim nihoyatda yaxshi. Men bolali bo'lmadim. Keyin ket devdi, xo'jayinim ketkizmadi. Mana keyin 8 ta bola bo'ldi. Hoşyamang. Keyin baytga uy-joy berib, baytga uy-joy qildik. Meni cholim yo Rossiyaga bormadi, yo mardikor ishlamadi. Mana shu cholim ishlagan brigada, mana shundan necha yosh edim men. Men zakisdan o'tmadim, keyin o'tkazgan bolali bo'lgandan. Men yoshligimdan harakat. Faqat meni aybim nima? O'qimaganman. Qo'l qo'shdi bilmayman. Endi o'rgandim. Qo'l qo'shdi, tirzimsa deb yozishdi. Pensiyani naq pul olaman. Yetadi menga, noriza emasman. Odamlar o'shanga ham yetolmaydi. Kesiz yur. Bolaga boraver, chiqib borasan televizorga. Alaykum assalom. Qachoningizda? Kichkina ro'molimni ham oldingmi? Tuyunda. Ha, oldim. Belimdikida. O'qishga sharoit bo'lmaganmi, xohish bo'lmaganmi, qanaqa bo'lgan, vaqtingiz bo'lmaganmi? Axta sharoit bo'lmaganda oldi. Biz ham ko'pchilik edik. Shu bilan nimagadir men o'qimaganman-da. Ayib o'zimda. Men ham intilganimda bo'lardim. Ammo cholim o'qimishli agronom edi. Pul topib bera olmadi ota-onalari. Keyin mana shunaqa suvchiga kirib ketdi dalaga. Birinchi suvchi kelasi meni cholim chiqdi pensiyasi. Yo'q, o'zingiz yaxshimi? Meni bolalarim yaxshimi? Ketdik. Yetagim qani? So'nkang bo'ylab qoldi. Ha, pastga borgandan toldi ichida hammani birday to'plab qo'yag'asiz. Ha, shuda ukumni deb. Qayerga boryapsizlar sizlar? Paxtaga? Lelish xolaga boryapsiz? Ha. Chiqinglar, tashlab qo'ying. Oldiga o'tirmadingiz, holatinglar. Voy, yo'q, uyalaman, qo'y. Tan joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Bizni shunchalar olib qo'y, mag'lubiyat chiqmasin. To'xtang, chiqqan yo'q. Tan joni sog' bo'lsin, ilohim bizni yo'qladi, Alloh. Ko'rib ketaqdi.
Yigitalining o'g'li emasmi? Ha, shu. Voy, tanibman, ko'zim o'tibdi. Cholim yaxshi edi. Men cholimdan xursandman. Meni bir marta bir shapalaq urmadi, so'kmadi. Mana shu daralarda hammasiga meni cholim suv qo'ygan. Mana shu yerda ham biz ochib ekkanmiz. Mana shu juvaralarni oldim bizning joyimiz edi. Arendator bo'lgan. Ha, arendator bo'lgan cholim. Ama lekin suvni o'zi qo'ygan. Qani ana shu yerga tashangchi, meni etagim keldimi ka? Ha, ketdi. Voy xudo, rahima qilyapsiz-ku. Meni nonimni olib qo'y. Mag'riba. Meni nonimni ilib qo'ying. Qatarga boramizmi? Ke. Yo'q, o'tirganman, ko'ring. Qaqa yuramiz. Hey, Qatarimizga boramizmi? Qani sizlar yo'l boshlanglar, men o'tolmayman Qatarda. Mana maharamdiki. Mana u meni qaytishim, mana u ana shu seniki. Men maharamni oldiga qaytganman. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni qo'limdan. Ilohim hammaga kuch-quvvat bersin, hammani ro'yobga chiqarsin. Jon bolam, men bir yil terganim yo'q. Yilda terib yurgan ayolman. G'irbat bo'lmasa men yaxshi yuraman. Mehnat qilsam yotib qolaman, kasal qolaman. Shuncha qilaman mehnat. Mehnat qilmasam bo'lmaydi. Faqat men Qatardan Qatarga o'tishga qiynalaman. Ko'tara olmayman. Mana 1 kilo paxta ko'targanim yo'q. Mana shu nima? G'ufranjon, nimada boshliq, damkom shu apchig'im beryapti. Kecha mana shuncha paxtani apchig'ib tortib berdi. Kecha qancha berdik? Kechami? 78 kilo. Meni qizlarim kampir o'tib ketdi deb hammasi qiyg'irdi. Keyin G'ufranjon aytdi, men aytdim ertaga sizlarga to'kib beraman. Desam, yo'q, xola, teradi bular ham, dedi. Sizga biron kishi yordam bermayaptimi terishda? Yo'q. Birov menga ikkita o'zi ham sug'urtirgan yo'q. O'zim harakat, mana shu ketishim. Qaytib teraman, bular oldini olaman. O'tirib terarkan. O'tirib teraman, belim yaramaydi. Paxtani hosili ko'p bo'larmidi, kam bo'larmidi hozirgiga nisbatan? Ko'p bo'lar edi. Hozir bu ham yomon emas. Mana 6-kuni, bular 5-kuni tushgan. Hali ozoga yo'q mana. Xudoga shukr. Ilohim bizni yorug' qilsin-da, birinchi terimdan to'lsin. Ilgari xalqqa dasturxonchi edim. Bolam o'lgandan keyin qilolmadim. Men shu umraga borish uchun o'z peshona ter qo'lim bilan pulimni qilay deb chiqdim. Menga birov majbur qilgan yo'q. Uyimdagilar ham, bular ham. Hayolimda, tushlarimda boraman. Borib, mana shunda ushlab ko'rgan joyim bo'lgan. Endi Xudo meni yetkizsa, nima niyatim bo'lsa o'shda qilib qaytib kelish niyatim. Bolalarim ham tan joni sog' bo'lsin. Bitta qizim bor, Hayotxon degan. Aya boring dedi. Mana shu qo'shnilarim ham biladi.
Men senin puling bilan bormayman. Endi u ham yilab berishga aya tushundim. Rahmat. Men hammasi qo'ying, o'z pulim bilan boraman deb niyat qildim. Paxtaga chiqqandan keyin bu dalada ko'rib, xolamni hamma yaxshi ko'rib qolib, bitta fermer homiy bo'lib sertifikat olib beribdi. Nodiraxon degan ayol. Hokimiyat berdi deb o'yladi-da. Ha, endi bu yordam so'ragan deyapti-da, onam. Men yordam so'ramadim. Xudo haqqi yordam so'ramadim. Mayli, bolalar tushunar. Sen bo'laman deb hammani kuydirsan, kuygan yuragim. Meni o'rtoqlarim o'lib qoldi bolam. Men mana shunaqa joylarda qolib ketdim. Mana shular bilan rost baytda ham o'ynardik, ham ashula aytib terar edik. Endi mana bolalarim bilan teryapman. Bir Matilbaxon degan ayol bor edi. U ham pensioner. Ashula aytardi, rosa o'ynardim. Behozir o'ynardim. Ha, o'lcha tagenda nima deydi? Alunglar aytdir keyin, a? Muzika qo'yib beraymi? Muzika qo'yib beraymi? Qo'yib bering. O'ynaveradi. Yo'q. Taxtadan qolib ketaman. O'sha payt qanchadan terardingiz kilo? Men undami 100 kilo, 200 kilo terardim, 180 terardim. Mana shu 40 kilo paxtalar chiqardim. Ko'tarsam o'lib qolasiz. Bunda qo'ydim. Unda kuchim bor edi. Sakkizta bola chaqa bilan qanday bunday paxta tergansiz? Nima deydi? 8 ta bola bilan qanday tergansiz bolalar? Cholim yaxshi edi-da. Bog'chaga ishlaganlarni olar edi. Cholim paxta yeyar edi. Olib kelib paxta maydonga shipanga qo'yib terar edik. Mavdaqa ulug' yo'q edi, kelardik o'rta yo'l bilan. Eng oldi paxtani men terganman. O'sha paytda. O'sha mukofotni ham men olganman. Nima deydi? Qanaqa mukofot deyapti? Nima, ana hokimiyatdan mukofot qo'yadi-da, atlas, ana shunaqalar. Hammasi kelib men olaman, qo'lingga surtsangan, betingga surtsangan mendan keyin deyardim. Olar edim. Oldi terimni men edim. O'zim olib chiqar edim. Mana buni opasi bor edi, onasi. 90 sapan. Unashini men sidira yurardim, mana bolasi meni sidiryapti. Sobraxon o'rtog'im ham o'tib ketdi mana. Men qoldim, bolam sidiralib. Sidiralar, siz yoshingizga tegan paxta terganlar kam, hamma havas qilyapti sizni ko'rib. Havas qilgan mana tushunmasa nima qiling? Mana yaponlarni ko'rsatyapti internetda. 70-80 deb. Mana yaponlardan ham zo'r o'zimizda ayollar, o'zbek ayollar. Haqiqiy mana ko'zingiz bilan ko'rib nima qilyapsiz? Ko'rib. Haqiqiy mehnatkash, fizически baquvvat ayollar. Temir xotin degan kinoni ko'rganmisiz? Televizordami? Ko'rganman. Siz o'sha-ku, temir xotinsiz-ku. Yo'q, o'lay. Yo'q, odam bo'lmay. Sizga shunaqa deyishganmi? Deyishadi. Hamma aytadi. Hamma abitda uxlasa, men uxlamay, izbir bundaqa joydan ololmayman o'tni. Izbirdan olaman. O'sha uchun meni temir xotin deydi. O'lmaylar, kinodagini aytyapti debman. Keyin Mahbubaxon degan bu ham o'tib ketdi. Mandiroxonni plasmasda o'yi deyar edi. Meni temir xotin deyardi. Meni qanday qadrdonlarim bari o'tib ketdi. Men qoldim.
Men haqiqatda yomon ekanman. Nimaga? Hammasi ketdi. Nega men ketmadim? Demak, boshqalarga kerak ekansiz, hali ham borsiz. Birovdan 10 ming o'tib qolsa yo 5 ming o'tib qolsa shuni ortig'i bilan qaytaraman. Nimam shu. Katta yemayman birovdan. O paxtakorlar keylar endi, abet. O abetga keylar. Yana bormi? Ha, bitta bor. Yana chiqarib Qatvaring ha, bitta. 18 kilo. Ahaga. Bu ham onamika. Qolganlarni ham topib ko'ring. Nima qilaveradi? Mana o'sha qatarib qoladi. Men boshiga ko'rib chiqarib oldim. Mana o'sha qolgan. Qolgan bo'lsa o'sha varizdagilar chiqarib qo'yadi. Varizda kim bor? Mana shuncha bo'stonlarga bor narakasi. Ha, bo'pti-da. Bora bu jinday degan bo'stonlarga qaytib, hammalar ham bilib o'tib ketasizlar yaqa. Bu bizga baxtli. Nima chiqdi? Birontasi menga o'qitgan bo'lsa ketdi. Çayım to'kilib qoldi. Men och. Qattiq bekityapman. Ha, yaxshi. Elhamdülillah. Ulmanoy, menga yog'siz kelsin ozroq. Voy bayo. Kesanga putsini kuz. Mana bunaqa bir terib qo'ysangiz qaytarar edi. Hozir mana biri bor mana. Endi hozir indamay olyapti. Punktam ozinib qoldi. Hozir besharqqa ketyapti. Ozinasi bizni oldimizda. Meniki punktda oldida u. Avval yaxshimi, hozirmi? Endi hozir zamonimizda neyni olib ketay? Hamma yo'q yetarli. O'lib borib turib non yopar edik. Borib turib ovqat kir qilar. Hozir kunlar yo'yapti. Tayyor non turibdi. Tayyor osh turibdi. Hozirgi zamonda nimaga yetsin? Bizniki qiyinchilik davrida. Hozirgi davr mazza davr. Men qopga tashlab keling. Birov ichi og'rimasin, yana shaqqacha. Do'stlarga qolib ketdi. Voy o'lay. Charchab qolmadingizmi? Yo'q. Bo'pti bolam. Qolib ketmay, kecha ham o'lib mamura qaqaganman. Ketaman, qirib qolgan rasmim olib qolgan. Sog'inganday kırasanay, sarkaç,